Har dushanba bizada ilmiy dars bo'ladi biznes haqida. O'shanda bitta qiziq voqeani aytib berishdi. Bir tadbirkorimiz bor. Bir necha yo'nalishda biznes qiladi. Hozirgi kunda biznes qilayotganda oliy maqsad bo'lish kerak, pul uchun qilish kerak emas degan shiorlarni olg'a surishyapti. Shuni bir yorqin misoli. O'sha rayonda, oblastning bitta rayonida bolalar uchun futbolniy polya quraman deganlar. Misol uchun nimaga aytsa, bolalar nechidir kilometrga nariyoqqa borib kelayotgan ekan markazga. O'shaning uchun shular qiynalmasin, mana shu futbolniy polya quraman deb fikrga kelganlar. Keyin endi yoru birodarlar, tanishlar, yaqinlar kelganda, "Sen jinnimisan, bu yerda rayonda kim pul berib futbol o'ynaydi, bo'lmaydi bu ishing, u yoq bu yoq" deb rosa uni fikrdan qaytarishga harakat qilishgan. Keyin u odam, "Yo'q, men shu polyani quraman. Bolalar qiynalyapti. Agar mabodo yurmaydigan bo'lsa, bitta rayonga meni nomimdan futbolniy polya qoladi. Maza qilib bolalar o'ynaydi" deb ketganlar. Keyin "Bo'pti, o'zing bilasan" deyishgan. Keyin futbolniy polyani qurdilar. Qurgandan keyin zo'r yurib ketdi. O'sha pulli futbolniy polya yurib ketdi. Chunki u yerda maqsad pul bo'lmadi. Ya'ni o'sha xalqqa odamlarni og'irini yengil qilish bo'ldi. Bu yerdan hissa nima? O'sha biznesni boshlayotganda odamlarni og'irini yengil qilaman degan maqsadda boshlansa, u biznes gullab yashnaydi.